Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan traktorlarning obzoriga kelganmiz. Traktorlarga qo'shib selkalarning obzori, boshqa pluglarni, traktorlarga qo'shiladigan навесной, прицепной оборудованиеlarga kelganmiz. Hozir hammasini sezoni o'rtoqlar. Avval ham shu yerda reklama qilganman. Adham aka bizga ko'p yordam bergan. Solis traktorlarni, Farmley traktorlarni hammasini hozir Adham aka tushuntirib o'rasiz bizga. Xudo xolasa bugun hammasini yordam berasiz. Bizga birinchi traktorlar mana bu qizig'i. Traktorlar nima kam qoldi o'tgan safar ko'p edi aka? Traktorlarimiz sotilib ketdi. Mana yangi partiya hozir keldi. Mana konteynerdan yana tushirishyapti. Bu 5 kabina 50, 40 ot kishilik traktorlar zo'r ketar ekan. O'zi traktorlar obzorga keladi, hozir traktorlar qolmay qoldi. Da, traktorlar qolmay qoldi. Solisdan ham mana zakazga kelyapti. Bir dona 45 ot kishiligimiz ham qoldi. Bir dona u tomonda farmletlar qolgan. Farmletlar qolgan. Farmletda bundan bitta yangi partiyamiz keldi. Uni obzorni xudo xolasa keyingi videoda alohida to'xtalib o'tib ketamiz. Hozir biza eng ana bu sezoni boshlangan bu. Hozir eng sezoni juda ham fermer akalarga kerak bo'ladigan, yonib turgan, effektivni mana Uzdokan kompaniyasini bug'doy ekadigan selkalari keldi. Bu bug'doydan tashqari mana rojmi, no'xatmi, ko'pchilik piyozga ham moslashtirsa bo'ladi, bemalol eksa bo'ladi. Qayerdagi birinchi qiziqadigan narsa bu? Uzdokan kompaniyasiniki, original Turkiyaning mahsuloti. Bilasiz, Uzdokan kompaniyasi Yevropaga ham, O'zbekistonga ham bir xil kачествоda qilib ishlab chiqaradi. Parametrlarni aytib o'ring aka, qanday ekadi? Bu qarang. Eng asosiysi buni 28 ta disklisi bor, 24 ta disklisi bor. Sashnikli mana. Eng zo'ri ham bug'doyni, misol uchun bug'doy ekadigan bo'lsa, birgalikda urug' bilan qo'shib tashlab, orqasida pilusi ocharni ham ochib ketadigan imkoniyati bor. Ko'pchilikda fermerlarda katta traktor bo'lmasa, mana bunaqa mini traktorlar bilan sudratma qilib ishlatsa ham bo'ladi. Hozir 45 ot kuchli buni torta oladi. Bemalol tortib, buni yana kichkinalar tortish mumkinmi? Tortsa ham bo'ladi bemalol. 30 talik ham tortaveradi. Chunki buni balonlari ham spesial shunaqa zakaz qilganmizki, shtob yerda yurganda dalani ichida qiynalmaslik uchun. Buni eng asosiy glubinasi bor. Mana bunaqa sudratma traktorlar bir xil tempga qo'yadi, ekib bo'lgandan keyin aylanib yana joyiga tushayotganda yana o'sha bir xil tempda chuqurlikka ham tushib ketmaydi, ko'tarilib ham ketadi. Qarang, bu ana traktorlarning vomi shart emasmi bunga, bu anonsiga ulash haydashga? Balonni o'zidan kuch olaveradi, aylanishidan aylanishiga kuch olaveradi. Kerakli narsasi bo'lsa, qo'shsa ham mana glubinasi uchun asosiy qo'yib, shtutsurlarni ulasa bo'ldi, vom olish shart emas. Ana u yonga qiyshiq o'shani tushirib ana regirovka qilishga. Bemalol regirovka qiladigan hamma narsasi bor. Eng asosiysi bittasida misol uchun urug' ketsa, bittasida dorini bemalol olib ketsa ham bo'ladi. Qarang, dori ikkalasini ham birga sepib beramiz shunda? Unga ikkalasini ham birga sepib, hozir. Bu tomonda ikkita kameralikda. Urug' bittasiga dorini o'zini keyin mana bunaqa ligirovkalari ham bor. Misol uchun sezon vaqtiga to'g'ri ma'noda bo'lsa, to'g'rilicha nastroyka qilib o'tib ketsa ko'proq, misol uchun juda o'tib ketsa, undan ham ko'proq qilib bemalol nastroyka qilib, bug'doyni urug'ni tushishiga qarab nastroyka qilsa ham bo'ladi. Bunda ham ana u dorini ham anonsini urug'ni ligirovkasi. Urug' ligirovkasini qilsa bo'ladi bemalol. Bu tomonda ham, mana bu yerda ham ligirovkalar bor. Bu ham ligirovka. Bu bittasi misol uchun doriniki bo'lsa, bittasi kamroq ko'proq berishga, bitta narigi tarafdagisi urug'dek bo'ladi, bu tarafdagisi misol uchun doriniki bo'lsa ham bo'ladi. Asosiysi ochadiganlarigacha ham orqasida bor. Bu orqasida hozir chizilmi yo bu nima? Ochar ochib ketadi. Anons komplektini qo'yish kerak. Da, qo'ysak bo'ldi. Tayyor holatda bu. Ochadiganini qo'yamiz. Bular ham regirovka qilinib, buni amortizatorlari ham bor ekanda o'zini. Amortizatori ham bor. Xohlagan, misol uchun kimdir 76 mi, kimdir 90 xohlagan oraliqqa bemalol sifati zo'r, garantiya beramiz bunga. Turkiyada ishlab chiqarilgan, O'zbekiston uchun ekan. Narxlari qanday buni? Narxlari 155 milliondan boshlanadi. Buni variantlarga ham qilib bersak bo'ladi. Bo'lib to'lashga ham, lizing qilibmi xohlaganlar uchun. Asosiysi shu, katta traktori borlar навесной qilib kelib agregatdan foydalansa ham bo'ladi. Endi xarakteristikalari, nimani qanday eksa? Hammasi keltirilgan mana, misol uchun bug'doy, don, hammasi qanchaligisiga, gektariga qarab qancha kilogramm solishigacha hammasi ko'rsatiladi. Qizig'i o'rtoqlar qaranglar, mana oldida ikkita silindri bu tipa pastni regirovka qiladi. Orqada ham bitta silindri bor. Bu ana bu juyasini past balandini regirovka qilib ketaveradi. Traktorda o'zidan mana masalan 4 ta vixidi bo'lsa, 4 ta vixidlik. 4 ta vixidlik mana
shtutsur bor, gidrorazyonga ulanib, bitta tempga qo'ysa, ekib bo'lgandan keyin aylanish jarayonida aylanib kelib yana riyadga tushayotgan vaqti tushsa, yana o'sha bir xil tempda glubinasini mana nastroyka qilsa bo'ladi. Bemalol nastroyka qilib, yana o'sha tempda chuqur ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Effektivnisi ekilgan urug' sifati zo'r bo'lsa, buni ekib beradigan 100% kачественный chiqarib beradi. Traktorda ham narxlari qanday? Traktorda ham aytib yuboring. Traktorlarimiz 255 milliondan boshlanadi traktorlarimiz. Solis traktorlarimiz. Undan ham arzonroq traktorlar mana Farmlet brendi bilan Deutsche Fahr kompaniyasining traktorlari kelyapti. Mana xudo xolasa yig'ilib tayyor bo'lsa, bularni ham bu ko'rsatib o'tamiz. Hindistonniki. Ular o'zi Italiyada ishlab chiqariladi, faqat bu Xitoydagi zavodidan. Italiyani Xitoydagi zavodi. Xitoydagi zavodida faqat Deutsche Fahr firmasi emas, faqat bu Farmlet brendi bilan kelganlik ishlab chiqariladiganligi uchun Farmlet brendi bilan keladi. Bu yerda ham 3 oy motorlari bilan. Eng zo'ri mana bu Lego deydimi? Lego deydi. Biron kun buni ham video qilish kerak bo'ladi, yig'ilganni. Yig'ilgan tayyorni qilib berib, eng asosiysi bularga 3 yil garantiya beramiz. 3 yil? 3 yil servisga, liboyga 3 yil garantiya beramiz. Hamma chassiga, peredni mo'stum, motormi, bortovoymi, hammasi. Bu 50 ot kuchlimi hozir shunda? Bu 50 ot kuchli. 50 ot kuchli. Bundan kichkinalari ham bor, kattalari ham bor. Da, 40 уже ketadi. Bu oldi ham tortadi bu traktor. Bu oldi ham tortadi, 4 vidi. Mana orqalari ham bortovoy. Ki o'zining kompressori ham bor, bularda adashmasam. Kabinalarda kerak bo'lsa, kompressorli xohlaganlar kompressorli ham qilib beramiz. Elektronika, даже yashiklargacha qo'yilgan o'rtoqlar, hammasini instrument solish uchun tayyor turibdi. Juda ham baquvvat yashiklari. U tomonda plasmas mana bu kabinasi ham yaxshisidan qo'yilgan plasmasani yaxshisi, rullarni qotirib olish kerak bo'ladi. Elektronika asoni. Eng asosiysi O'zbekistonda уже bu ishlanib ispitaniyadan o'tib 3 yildan oldin hammi, 2 yil oldin ham kelganda bor edi, bular sotilganda. Sotilgan vaqt. Mana bu nechinchidir partiya kelyapti. Bundan kattalari ham bor edi, 126 kuchlimi? Qanaqa? Ertaga xudo xolis 120, 160, 200, 220 larimiz tayyor kelgan, tamojinda olib chiqamiz xudo xolasa ertaga bo'ladi. Yana qanaqa texnikalarimiz ko'rsa, qarang mana o'rtoqlar, katta baza juda ham ma'mur. Bu tomonlarda ham texnika bor. Adresingiz Toshkent O'rtasaroy, to'g'rimi? O'rta Chirchiq yo'lida To'ytepaga ketaverishda o'ng qo'lda o'zi katta qilib agregatlar chiqarib qo'ygan. Xohlaganlar uchun mana so'raydi sezonda kasilkalarimizgacha bor. 185 dan undan balandroqlarigacha bor. Xohlaganlar uchun mana turetskilar, to'g'rimi? Da, turetskiy, Xitoydagi hamma davlatlardagi bor. Mana bunday toshbaqali varianti bor. Unaqa barabanlik variantlari bor. Bundan tashqari ko'pchilikka kerakmi? Ilgari mini diskachalar kerak bo'lardi. Mana mini diskachalarimiz ham kelgan mana 1-2. Bu 20-30 ot kuchliliklarga bemalol zo'r bo'ladi. 20 dan 30 ot kuchliliklargacha traktorlarga boradi. Bular sal kattaroq, misol uchun 30 dan balandroq bog'larning ichiga bodomzorlar bo'ladi. Kimdir o'shanga moslashgan mana diskachalargacha bor. Bemalol qilsa bo'ladi. Bular уже keyin sekin-sekin mana kattarib xohlaganlar uchun. Bu katta-kattalar bo'ldi, bor edi-ku, qolmadimi? Ular qolmadi, sotilib ketdi, yana kelyapti yo'lda. Mana sal bundan ham kattaroqlari bor, 3 metrliklari. Shirinasi 3 metr. Qarang narxlari, eng kichkinasini, eng qimmatini, eng kattasini narxi qanday bo'ladi? Bular unaqa qimmat mahsulot emas, ular 10 milliondan boshlanadi, ketadi. Bunaqasi sal balandroq bo'lib ketadi. 3-4 million ko'tarib ketaveradi. Da, sekin ko'tarilib ketaveradi. Tayyor disk barani. Bular ham Turkiyaniki, to'g'rimi? Turkiya, Xitoy aralash. Hozir yana bitta sezon bo'layotgan Enru. Ko'pchilik biladi, Enru bug'doy ham. Men o'zim firmada ishlaganda o'zim ham sotardim mana shunaqalar. Narxlari 14 million, 17 million atrofida edi. 14 milliondan baland bo'lib ketadi. 2 disklisi bor. Xohlaganlar uchun 1 disklisi bor. 1 tonnalik, 800 litrlik, bu ham yaxshi. Glazoklarigacha bor. Setkalari ham qo'yilgan. Narxlari qanday? 1 disk bilan 2 diskda? 14 milliondan boshlanadi. Hozir bular skitkada. Qarang, 5-26 yil o'tib narx o'zgarmabdi, qarang o'rtoqlar. Bular yaxshi narsani narxi shunaqa turadi. Bu yerda kardani bilan birga qo'shib beradi. Eng qizig'i, traktorda o'zidan regulovka qilsangiz bo'ladi, o'zini ochib yopishini regulovka qilib haydab ketaverasiz. Masalan, tushib o'tirish shart emas. Bular ham Turkiyaniki, hozir. Bular Turkiyaning Astar kompaniyasiniki. Xohlaganlar mana hozir sezonda bug'doy ekmoqchi bo'lsa, ekaveradi ham, urug' sochmoqchi bo'lsa, uni ham sochsa ham bo'laveradi. Motorlariga garantiya beramiz. Mana bu zanglab ketmasligiga, qarang, buni ham nastroyka qilsa bo'ladi. Qancha shirinasini? Da. 6 metrdan 12 metrgacha bemalol sochib beradi bu narsa. Yaxshi ekan bu ham. Eng kerakli narsalardan biri hozir fermerlar uchun
juda dejurniy narsa, постоянно bo'lishi kerak. Nimadir sepish kerak bo'lib qolsa, buni asosiy zo'r tarafi uyda qanaqa traktori bo'lsa, shunga bemalol moslashib tushib ketaveradi. Sirqoti kuchli ham ketib ko'taraveradi. Bemalol ko'tarib, o'ziga moslashtirib, kamroq, ko'proq qilib solib, hamma narsa sepib bo'ladimi? Selitra, ammofos, bemalol dorilar hammasi. Ko'pchilik bunga bug'doy ham sepib qo'yadi. Bug'doy ham sepadi. Keyin orqasi ochiq. Bu tomonda qanaqa seyilkamiz bu? Bularimiz mana kultivatorlarimiz bor. Ham dori sepib, frezerni, ham ochib, paxtani o'rtasini yumshatib ham ketadi. Bu 76 mi, xohlagan oraliqda nastroyka qilib olsa bo'ladi. Uzoken kompaniyasiniki bu. Qarang, orqasida ham yumshatib, Turkiyaniki. Orqasida ocharini ham ochib ketsa bo'ladi. Mana bular sinmasligi uchun ekanda, amortizator. Bu amortizatorlik qilingan. Eng asosiysi ko'pchilik buni xohlagan reatga qo'yib, misol uchun hozir 76 ga ko'proq ekilyaptimi? 76 ga moslashtirib, ligirovka qilinadi. Ligirovka qilinadi bemalol. Ligirovka qilib, yumshatib paxtani ichini. Odam topib, chopiqqa opalarni jalb qilib o'tirmaysizda, liboy traktor ko'taradi. Tonnaj. Bularni narxi qanday bo'ladi? Telefon aytib o'rasizmi? Bular aytib o'ramiz bemalol, telefon qilaversin. Bular 99 milliondan boshlanadi bular. O'ziga qarab ketadi. Telefon nomeri videoning tagida qoldiramiz. Telefon nomeri va Telegram kanalini bemalol telefon qilib so'rab aytib, Adham aka nomeri kecha kunduz telefon qilsangiz bo'ladi. Endi soat 2 da telefon qilyapmiz faqat oqshom soat 2 da. Call centerga ham nomerni ham qo'yamiz. Bu traktorchi kabinalik. Mana hozir kelib tushgan traktorimiz. Mana hozir kabinadan tushyapti, konteynerdan tushyapti. Mana bu tomonda ham tushgan. Mana tayyora bu yerda qarang, o'rtoqlar. 56 kishilik kabinali. Mana Farmlet brendi bilan kelgan. Mana hozir issiqlik. Kimgadir ishlarni ham ko'rsatib o'tib ketsangiz bo'ladi. Qarang, ichida hamma narsasi bilan birdan konditsioneri bor ekan asosiysi. Bu tomonda magnitofoni, o'rindig'i ana bu pnevmo o'rindiq. Kremernikidan turadi. Toshlarigacha bor. Tosh, og'irlik toshlari. Ballonlar chapon bo'ladi, bemalol bo'ladi. Buni oraliq masofaga moslashtirsa bo'ladi. Naveska qismi ham yaxshi, ertaga buni yig'ib, batafsil buni videolarini ham ko'rsatamiz. Teleshga qo'shganda elektronikasi, ikkita выходи, tepaga ko'tarish и воздушный выходи. Qana havo olasalaringiz ham ular agar tormoz qilmoqchi bo'lsalaringiz. Narxi qanday buni? Narxlari xudo xolasa, endi telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Javob berib turishadi. Call centerimizda har doim erta kech bemalol so'rab, mana toshlarigacha bor oldi. Dali yig'ilgan. Telegram gruppalaringiz bor edi-mi? Men bor. Telegram gruppasiga Instagram. Ko'pchilik so'raydi, men sayalka so'raydi. 6 qatorlik Uzoken kompaniyasini katta traktori borlar, katta yeriga egalar, mana diskli sayalkamiz ham bor. Bu pnevmatik vozdux bilan. Da, pnevmatik bemalol endi mana mavsumi xudo xolasa bularda ham boshlanib qoladi. Bu yerda vom ulaganda vakuum hosil bu yerda ana bu manometr ko'rsatib turadi. Havo orqali tortib ikkisiga o'tkazib yuboradi. Agar qiziq bo'lsa telefon qilasiz o'rtoqlar. Qolganini ham chunki bu noyob narsa bilasiz, adash. Bu noyob narsa, 6 qatorlik kamdan kam uchraydigan. Mana bu pluglar 5 korpusli, 3 korpusli, 4 korpusli, kichkinalari u tomonda frezalar ham turibdi. Agar qiziq bo'lsa, ularni ham mana Adham aka narxini. Klassik variantlarimiz bular. MTZ traktori bormi, kimdadir LS bormi, kimdadir Farmletmi, Solusmi, hamma traktorga moslashib tushadi. Garantiyani sinovdan o'tgan Turkiyaning Turan kompaniyasiniki bu. 5, 4, 3 ikkitaligacha bor, 26 kishilik traktorlar. Eng standarti menimcha 3 talik bo'lsa kerak. 3 talik. 3 taliklar narxlari 16 milliondan boshlanadi pullarimiz. Sekin baland bo'lib ketaveradi. Bu tomonda frezalar ham bor, mini traktorlar uchun bog'larda ichida ishlatish, reduktorli frezalar hammasi. U tomonda ham frezalar turibdi, ishlatish uchun. 1.20 dan boshlanadi frezalarimiz, 3 metrgacha frezalarimiz bor. Bemalol traktorlarni tushiryapti konteyner ichidan. Yana kelyaptimi? Yana kelyapti traktorlar. Mana zakazlar bo'lyapti ko'p. Ballonlari yangi traktorlarda hali taqsa kerak bo'lardi. Bu qana 3 korpusli, 3 korpusli mini оборотный mana eng hozirga juda zo'r ketadigan pulligimiz. 4 korpusligimiz qolmadi, tugab qoldi bugunning o'zida. Mana endi 3 korpusliklarimiz qoldi. Xohlaganlar juda narxlari arzon. Вообще hamyonbop, ham eng zo'ri buni katta traktor deb o'tirmaydi-da. Misol uchun 40-60 dan baland traktorlari borlar, bemalol olib yerda ichida aylantirib borib kelib yuradi. Limixlarchi, u standartmi limixlar bu yerda hozir? Standart qilingan, O'zingizda bormi meni? Bor, hamma qo'shimcha limixlari, stoykalarigacha
hamma Mana bu ramma masalan sinsa boshqa narsa sinsa bo'lsa hamma narsasi bor, almashtirib ishlataverishga keyinchalik. ikkita balon, ikkita katogi bor ekan bu yerda. Ana bu chappa qilganingizda yana aylantirsanganda ham bir xillarda masalan mana unisini o'zi aylanadi-ku, yana chappa bo'lib qoladi. Bunda birdaniga bunda ikkitalik. Aylantirsa bu tarafi ham ishlayveradi. Konstruktiv oson bo'lgan ekanda, aylantira olasiz. O'sha tarafini ham Bu ikkitaligi bor ekan-ku. Ikkitaligi ham bor mana xohlaganlar uchun. Ikkitaligi kichkinasi mini traktorlar uchun, katta traktorga ham qo'shsa, bog'lanishiga zo'r ekan bu ham. Endi katta traktor bor odamga kichkina traktor bor havas qilmasin-da, unga ham olib kelib qo'ydi. Menda ham bor aylanib yuradigan deydi mana. Mana traktorlarni u tomonda narxlari qayerda, qanchadan bo'lardi hozir? Bular narxlar arzon. Anaqaga telefon qilishsa, biz hammasini daskanalni tushuntirib o'tib ketamiz bunga. Burada g'uzopoya uradigan, hozir buni ham sezoni menimcha, molotokchalik, frezalar qalinidan ekan bularni qaranglar, pichoqchalarni. Nechta pichoq bilmadim bu. Shirinasi qanchadan buni? Kattaligi. Bular 3lik. 3 metrmi shirinasi? 3 metr. 3.2. Reduktor o'rtada barabanda pichoqlari turadi. Mana bu yana bitta sal boshqachasi. Turetskiy Uzbekon degan firmani silkasi. 24 ta diskli. Bu 24 ta diskli. Xuddi shunaqa konstruksiya 28 talik, 24 talik. Chunki ko'pchilik joyim kichkina, menga udobniyroq deganlar uchun ham mana bunaqa varianti bor. Bu ham xuddi shunaqa ikkita kameralik, bittasiga bemalol urug'ni solib, ikkinchisiga unigi bilan dori bilan bemalol. Bunda ham xuddi shunaqa glubinasi bor. Asosiysi buni ham orqasida ochadiganlarigacha bor. Bu ham xuddi shunaqa навесной и sudratma holatida ham harakatlantirsa bo'ladi. Men kichkina anonsi ham bor ekan, lazermi nima chizib ketadi. Da, unisi ham bor, xohlagan lalimi yerlar uchun juda mos tanlov u ham. Xohlaganlar uchun. Ishlarni, prujinalarni ko'rasizmi? Hamma narsasi. Buni zapchaslarini qanday mana bu diskga biror nima sinsa yoki hamma narsasi bor. O'zi odatda bu shunaqa kachsim ishlangan, bu uncha-munchaga buzilavermaydi. Buzilsa hamma zapchaslari bor, xudo xolasa. Telefon qilasiz. Nomerlari mana bu yerda ko'rsatyapman. Videoni tagida yana bo'ladi nomerlari, call center nomerlari. Telefon qilasiz. Adham aka o'zini Telegramni ham qo'yib qo'yaman, xohlasangiz bemalol chiqib gaplashsangiz bo'ladi. Bu yerda balonlardan harakat oladi. Mexanik harakati balondan olib o'zi aylantirib beraveraman. Ichini ham ko'rsataylik Mana ikkita kamerali bular ham bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Avval Soyuzniki qizil bo'lardi ham bular. Xuddi shunaqaga o'xshagan konstruksiya. Mana bunda haqqi mana o'zi tayyor taqilgan. Tayyor taqilgan holati, joy holati ham bor. Bular ham zapas bormi? Unda zapas bor. O'zingiz keyin ana berasizlar agar to'kasa. Ko'pchilik aytadi, men oldiga qo'yib olaman deb. Xohlaganlar ocharni oldiga qo'yib olsa ham bo'ladi. Bunimi? Da. Nastroyka qilib oldiga qo'yib olsa ham ocharini xohlaganlar. Chappa bu tomonga o'tadi, ha? Da. Tushundingizmi, o'rtoqlar? Mana bu yerda o'zini joylari turibdi, bolt joylari. Bu yoqqa qo'yib, haydab ketaversangiz bo'ladi. Adham aka, nomerlar, adresingizni yana tushuntirib yuboring. Vodiydan kelsa masalan. Vodiydan kelsa, Food City'ni chorrahasidan chapga yurganda 2 kilometrdan 10 qo'lda agregatlar, traktorlar chiqarib qo'yganmiz. Telefon qilsa, lokatsiya tashab beramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Agar Samarqand tomonidan kelsa, Food City'dan o'ngdan yurasiz. Samarqand tomonidan kelsa, Yangi yo'lda ham, chap qo'lda, yo'l yuzida ham do'konimiz bor. U yerda ham xuddi shunaqa assortiment hammasini chiqarib qo'yamiz. Telegram kanallarni qoldiraman o'rtoqlar, lokatsiya tashab qo'yilgan bo'ladi, o'shaga kirib ko'rsalaringiz, bemalol telefon qilib yoki o'zlaringiz kelishib kelaverasizlar.